Farzandli bo'lish uchun erkak urug'ini ahamiyati juda ham katta. Shuning uchun bugun men sizlarga erkak urug'ini tuzilishi, shakllanishi, qanaqa paydo bo'lishini, spermani qanaqa hosil bo'lishini sizlarga mana shu chizmalar orqali tushuntirmoqchiman. Birinchi, mayakni anatomik tuzilishini, ya'ni har bitta qismi qanaqa vazifa bajarishini sizlarga tushuntirib o'taman. Birinchi ko'rib turganingiz mana bu nay vas deferens deb aytiladi. Vas deferens, ya'ni mayakdagi pishgan urug'larni tepaga, ya'ni yuqoriga reproduktiv tizimga ko'tarilishiga yordam beradi. Ikkinchisi bu mayak arteriyasi. Mayak arteriyasi. Mana shu naysimoq qismdan mayakka tushib keladi. Mayak arteriyasini asosiy vazifasi bu mayakni kerakli oziq moddalar bilan, qon bilan ta'minlanishi kerak. Uchinchisi bu venos qon tomiri, ya'ni venos chigali ham deb aytiladi. Venos chigali. Venos chigali mana bu yerda joylashgan. Mana sizlarga chizib ko'rsataman. Venos chigalining asosiy vazifasi bu mayakda optimal haroratni ushlab turish uchun arterial qon tomirini sovutib turadi. Shuning uchun erkaklarda mayaklar tashqarida joylashgan. Agar mayakda optimal harorat har doim normada bo'lsa, sperma yaxshi sifatli ishlab chiqariladi. To'rtinchisi bu mayak nervlari, ya'ni nervlar joylashgan. Va beshinchisi bu mayak mushaklari. Mayak mushaklari. Mayak mushaklarini asosiy vazifasi bu o'sha tashqarida harorat o'zgarganda mayakdagi optimal haroratni ushlab turish uchun ikkita mushak qatnashadi. Bu kremaster mushagi, kremaster va dartos mushaklari. Dartos mushaklari mana shu ikkita mushak mayakdagi optimal haroratni ushlab turadi. Mayakki anatomik tuzilishlarini sizlarga tushuntirib berdim. Endi eng qiziq joyiga keldik, ya'ni sperma qanday paydo bo'ladi. Mana shu haqida hozir tushuntirib beraman. Mayakda mana bunday qopcha joylashgan. Bu qopcha epididymis qopchasi deb aytiladi. Bunda pishgan spermatozoidlar, ya'ni pishgan urug'lar yig'iladi. Epididymis qopchasi uzun qopchasidan katakchalarga uzun kanalchalar chiqqan, mana ko'rib turibsizlar. Bu kanalchalar katakchalarga yo'naltirilgan. Har bir mayakda 200-250 dan ortiq mana bunday katakchalar joylashgan. Bu katakchalarda spermalar hosil bo'ladi. Katakchalarning ichida mana uzun naychalar. Mana shu naychalarda sperma hosil bo'ladi. Sperma hosil bo'ladi. Kattaroq qilib ko'rsataman hozir. Mana shu joyda qanday qilib sperma hosil bo'lishini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, bu urug' naychasi. Mana urug' naychasi. Urug' naychasini devorida, ichki devorida mana bunday hujayralar joylashgan. Mana bunday hujayralar joylashgan. Bu hujayrani nomi Sertoli hujayra deyiladi. Men eng yaxshi ko'rgan hujayralarimdan biri Sertoli hujayrasi. Sertoli hujayrasi ya'ni androgen bog'lovchi oqsilni sintez qiladi. Uni keyin tushuntirib beraman. Urug' naychasining tashqarisida mana bunday hujayralar joylashgan. Bu hujayralarning nomi Leydi hujayrasi deyiladi. Leydi hujayrasi. Leydi hujayrasi
testosteron sintez qiladi. Testosteron ishlab chiqaradi. Mana testosteron qayerdan kelib chiqadi, ko'ryapsizlarmi? Va yana ildiz hujayralar bo'ladi. Bu ildiz hujayralardan spermalar hali hosil bo'ladi. Buni ham hali tushuntiraman. Mana shu hamma jarayonda endi qandoq qilib urug' hosil bo'lishini men sizlarga tushuntirib beraman. Bosh miyada gipotalamus bezi joylashgan. Mana shu bez bizani hamma organizmda chiqayotgan gormonlarni boshqaradi. Gipotalamus bezini oldingi qismidagi gipofiz bezi asosiy ishi bu erkaklarda urug' ishlab chiqarishi, ya'ni sperma ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Gonadotropin releasing gormon ishlab chiqaradi. Mana shu gormon gipofiz bezini oldingi oyoqchalariga ta'sir qilish natijasida ikkita gormon hosil bo'ladi. Bu FSG gormoni, folliculostimulyuющий gormon deyiladi va LG, lyuteinizирующий gormon deb ataladi. Endi eng qiziq joyiga keldik. Mana bu ikkita hosil bo'lgan gormon, ya'ni FSG gormoni sertoli hujayrasiga ta'sir qiladi. Va natijasida ABR, ya'ni androgen bog'lovchi oqsil, androgenlarni bog'lovchi oqsil hosil bo'ladi. Mana ABR. LG gormoni Leydig hujayrasiga ta'sir qilish natijasida testosteron hosil bo'ladi. Mana testosteron. Ko'rasizlarmi qanaqa qiziq testosteron? Endi androgen bog'lovchi oqsil testosteron hammasi sintezi natijasida mana bu yerda spermatogoniy hosil bo'ladi. Spermatogoniy. Va spermatogoniy bo'linib meyozga uchrab spermatotitlar va spermatozoidlar hosil bo'ladi. Mana spermatozoidlar hosil bo'lish protsessi. Hosil bo'lgan spermatozoidlar mana bu yerda spermatozoidlar hosil bo'ladi va urug' naychalari orqali epidimisga yo'naladi. Mana shu epidimisda ular yig'iladi. Pishgan urug'lar mana shu epidimisda yig'iladi va evukulyat jarayonida yuqoriga ko'tarilib urug' chiqadi. Pishgan spermatozoidlar chiqadi. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Hali aytdim sizlarga, sertoli hujayrasini juda ham yaxshi ko'raman deb. Nimaga? Sertoli hujayrasi shakllanayotgan spermatogoniyalarga как enaga, ya'ni o'sha spermatogoniyani o'zini baryeri bilan o'rab olib, uni oziqlantirib, o'sishiga yordam beradi. Bizga yaxshi sifatli spermatozoidlarni chiqarib berishga asosiy rolni o'ynab beradigan mana bu sertoli hujayrasi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, mana bu ikkita gormon FSG va LG gormoni FSG sertoliga ta'sir qilish natijasida, sertoli hujayrasiga ta'sir qilish natijasida androgen bog'lovchi oqsil paydo bo'ladi. ABR. LG gormoni Leydig hujayrasiga ta'sir qilish natijasida testosteron hosil bo'ladi, ya'ni erkaklik gormoni. Androgen bog'lovchi oqsil bilan testosteron qo'shilishi natijasida nima hosil bo'ladi? Spermatozoidlar, ya'ni erkak urug'i hosil bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, bugun men sizlarga erkak urug'ni, ya'ni spermani qanday shakllanib hosil bo'lishini tushuntirdim. Keyingi qismlarda sizlarga erkak urug'ini o'sha shakllanish jarayonida qanday kasalliklar paydo bo'lishi, bepushtlikka olib kelishini tushuntirib o'taman.